Assalomu alaykum, hurmatli kuzatib boruvchilarimiz. Mana bugun Xudo xolasa Toshkentga kelgan Dilmurod akamni kuzatyapmiz uylariga. Jigar bo'yicha transplantatsiya qildilar. Inshaalloh mana jigarlarni transplantatsiya qildirib, ya'niki jigar ko'chirish amaliyotini o'tkazib, ukalar donorlik qildi. Mana hozir uyga qaytyaptilar. Xudo xolasa mana o'zlaridan bir natijalarni so'rab qo'yamiz. Dilmurod aka. Ha, bu aka. Qalaysiz endi? Zo'r aka. Kayfiyatda qalay? Yaxshimi aka? Qalay o'tdi? Zo'r o'tdi, ha, zo'r o'tdi. Qo'lingiz to'ldimi, to'lmadimi bu sonlik doktorlar? Doktorlarga ming rahmat. Zo'r aka. Qarashdi. Yaxshi, zo'r, natijalar yaxshi. Ozgina shu oruvlardan o'tib oldik, bu yog'i zo'r, ko'z tegmasin. Kelganimizda qanaqa edik, hozir ketyapmiz, qanaqa bo'lib ketyapmiz? Gap yo'q ekan. Dada? Mana Xudo xolasa mana Kamoliddin akamni taniysizlar inshaalloh. Akam ham Xudo xolasa mana 19-to'yiga qaytadilar. Bularni ham hammasi tugadi. Aka, sizda hammasi yaxshimi? Assalomu alaykum, hurmatli o'rtoqlar. O'zbekiston ahli mana shu Iskandarga orqali Hindistonga kelib dardimizga shifo topdik. Buning uchun hammalariga katta rahmat. Doktorlarga ham, Iskandarjonga ham. Xudo xolasa mana shu yerga kelganlar hammasi sog' salomat ketyapti. Mana bugun ukamiz Dilmurodjonni kuzatyapmiz. Dilmurodjon kelgan paytlarida ham xuddi bizni holda edi. Mana hozir xuddi onadan yangi tug'ilgandek ketyaptilar. Hammalaringizga katta rahmat. Mana shu duo qilib turganlaringiz uchun, bizlarni qo'llab-quvvatlab turganlaringiz uchun. Hammalaringiz yaxshi kunlaringiz ko'p bo'lsin, topganlaringiz yaxshi kunlarga buyursin. Ukamizni ham safarlari bexatar bo'lsin, yo'llari oq bo'lsin. Amin. Allohu akbar. Iskandar aka, sizga ham rahmat. Mehnatlaringizga rozi bo'ling aka. Sog' bo'ling. Yaxshi kunlarda, yaxshi to'ylarda ko'rish nasib qilsin yana aka. Sog' bo'ling aka. Sizga rahmat. Ko'rib turgan texnikalar, ya'niki mashinamiz mana bizani aeroportga olib borib qo'yadi. Dilmurod akamni Xudo xolasa mana shunaqangi xizmatlar ham yo'lga qo'yilgan. Bunda xavotir olmanglar. Kutib olish va albatta kuzatib qo'yish xizmatlari hammasi mavjud. Inshaalloh bemalol aloqaga tushsanglar bo'ladi. Sizlarni ham Xudo xolasa kelsanglar, iloyim chin kasal bo'lmasin, dardiga shifo topganlar mana shunaqangi hammasini kuzatib boramiz. Kuzatishda davom etinglar, izohlanib qoldinglar, like bosishni unutmanglar. Sog' bo'linglar.